Assalomu alaykum azizlar. Shahrimizning markazida ikkinchi qavatda joylashgan 3 xonali 90 kvadratini sizlar bilan birgalikda arzoni ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Korobka holatda azizlar, shaharning markazi vodlari bo'lgan oshxona qismi, shochiklari bor, ochiq balkoni mavjud oshxonamizga. Bu ancha qulay oshxonada ochiq balkonimiz. Xo'p, keyingi yashash xonamiz mana spalni yoki deski qilib bo'ladi. Xo'p. Tak. Sanuzel, katta sanuzel, oqovalari, plastiklari o'tkazgan va keyingi joylarimiz katta xonamiz zal va ikkita deraza. Zal ikkinchi qavat va yana bitta katta xona qilgan egalari mana zal sifatida ham foydalanib bo'ladi va yana bo'lib ham bo'ladi menimcha. Xo'p. Ana shunaqa 90 kvadratli korobka shahrimizning markazidan Kriti qavati Korolevskiy ikkinchi qavat. Mana narxi mana bu Kriti, mana bu birinchi liniyadagi domimiz. Bu yoqqa ro'paramizga o'sha Buxoro savdo majmuasi.